Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzingizlar. Mana Xudo xolasa bo'ylarni yopishtirishdan boshladik. Mana ko'ringlarchi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aboy yopishtirganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Birinchi o'rinda aboyni chiroyli qilib gulini to'g'rilab kesib olinadi bo'yni. Aboyda kiloylab olinadi. Devorda ham iloji boricha kislov kiloylaydi. Birinchisi chunki gruntovka hisobida sразу qurib ketadi. Devorlar quruq bo'lgani hisobiga. Va issiq joyda yopishtirasizlar, tez tortib ketadi. Undan keyin lazerga ko'rib bitta lazer liniyada tekis yopishtirish kerak. Chaqishib qoladigan bo'lsa pasayib ketadi, ko'tarilib ketadi. Keyin buni ham mana gulini bitta bir-biriga yopishtirib ketganda ham bo'yga ham e'tibor qaratib ketish kerak. Chunki ba'zilarning guli ozgina o'ynab qoladi, 2-3 mm. Chakida bilmaydi, lekin yurganda pasayib yoki ko'tarilib ketadi. O'shning hisobiga ham bu tikka tomoniga ham yotiq tomoniga iloji boricha lazerga qarab ketish kerak. Bu yerga ham Xudo xolasa mana gul tepasida turibdi, naqshini. Ana tomoni bir xil ketgan. Tomonlar ham, bu tomonlar ham. Bu gul har xil bo'lib tushib ko'tarilib ketadigan bo'lsa, undan keyin gulni qatirganda ham xunuk bo'lib qoladi. Naqshi patolog qilganda bilinib qoladi. O'shunga ham iloji boricha e'tibor berib ketinglar. Maslahatlarimiz kimgadir yoqqan bo'lsa, manfaat bergan bo'lsa, albatta biz xursandmiz. Endi Xudo xolasa biz oldin mana aboyni yopishtirishni boshlayman.